Viscerokraniumdagi tuzilmalardan orbita ko'z kosasi haqida gaplashamiz. Ko'z kosasi 4 tomonli piramida shaklida bo'ladi. Oldingi kirish teshigini adductus orbita deymiz. Adductus orbitaning chegaralari bor o'zini. Yuqoridan margo supraorbitalis va pastki tomondan margo infraorbitalis va yon taraflardan bo'lsa medial tomondan processus frontalis maxilli, mana bu peshona o'sig'i yuqori jag' suyagini va lateral tomondan processus zygomaticus ossis frontalis peshona suyagining yonoq o'sig'i va yonoq suyagining peshona o'sig'i processus frontalis ossis zygomaticuslar uning chegaralarini hosil qiladi. Ko'z kosasining devorlari bor, yuqorigi, pastki, medial va lateral devorlari. Ularni qaysi suyaklar hosil qilishini ko'rib chiqamiz. Paries superior, diqqat bilan e'tibor qiladigan bo'lsak, paries superior mana peshona suyagining ko'z qismi, pars orbitalis ossis frontalisdan iborat va yana bunga qo'shimcha ravishda qisman mana orqa tomonda ko'rinib turibdi, pushtiranga bo'yaldi. Alia minor ossis sphenoidalis. Demak, mana tepa tarafidan ham, miya qutisi tarafidan ham ko'radigan bo'lsak, ko'z kosasini yuqori devorini nimalar hosil qilar ekan? Peshona suyagining ko'z kosasi qismi va alia minor. Endi paries lateralis, lateral devorni ko'ramiz. Nimalar hosil qiladi? Yon tarafga qaraymiz. Demak, bu joyda birinchisi mana yonoq suyagi, os zygomaticumning facies orbitalis qismi ko'rinib turibdi. Va bundan tashqari facies orbitalis processus zygomaticus ossis frontalis, ya'ni peshona suyagining mana yonoq o'simtasi bor edi. Aynan shu yonoq o'simtasi qismining medial tomoni ham aynan lateral devorni hosil qilishda qatnashadi. Mana bu joyda ko'rinib turibdi. Yana lateral devorni hosil qilishda nimalar qatnashyapti? Bu joyda ko'rishimiz mumkin os sphenoidalining katta qanoti, alia major ossis sphenoidalisning ko'zga qaragan yuzasi ham lateral devorni hosil qilishda qatnashyapti. Demak, takrorlaymiz. Os sphenoidalisning alia majori hamda os frontalisning processus zygomaticus'idagi shu ko'zga qaragan yuzasi, mana bu yuza bundan tashqari qatnashyapti facies orbitalis ossis zygomatiki, ya'ni mana bu yonoq suyagining ko'zga qaragan yuzasi ham qatnashyapti. Pastki devorini nimalar hosil qilyapti? Facies orbitalis maxilli. Mana ko'rishingiz mumkin, pastki devorda yuqori jag' suyagini ko'zga qaragan yuzasi bor edi, u ko'rinib turibdi. Bundan tashqari yana facies orbitalis ossis zygomatiki, ya'ni mana bu zygomaticus suyagi bor edi, yonoq suyagi ko'rishimiz mumkin yon tarafda. Uni pastki devorni hosil qilishda qatnashadigan yuzasi ham bor. Pastki devorni hosil qilishda qatnashyapti mana. Mana bu yuqori jag', mana bu shu os zygomaticus. Yana bundan tashqari processus orbitalis ossis palatini ham qatnashadi pastki devorni hosil bo'lishida. Mana bu joyda ko'rinib turibdi, kichkina bo'lib processus orbitalis ossis palatini, mana 3 burchak bo'lib viscero orbitalis inferiorni yonida. Buni ko'pincha rasmlarda unutib qoldirishadi. Mana ko'z kosasini ko'ryapsiz. Yuqori jag' suyagi, uni orqasidan bilasizlar, yuqori jag' suyagiga shu tangnay suyagi birikib turardi. Tangnay suyagining o'sig'i shu joyda ko'rinyapti. Ya'ni ko'z o'sig'i, processus orbitalis qismi. Paries medialis, ya'ni medial devorda nimalarni ko'ramiz? Medial devorni ko'rish uchun mana buni olib tashlasak ham bo'ladi. Yonoq suyagini. Medial devorda birinchisi mana qaysi o'siq bu? Yuqori jag' suyagining peshona o'sig'i, processus frontalis maxilli. Uni orqasida joylashyapti os lacrimalis, ya'ni ko'z yosh suyagi. Uni orqasida bo'lsa laminasi, os etmediumning lamina qismi qatnashyapti, lamina orbitalis. Va yana nimalar qatnashyapti? Os lacrimali, lamina qismi va processus frontalis maxilli bo'ldi va pars nasalis et pars orbitalis ossis frontalis. Ya'ni mana bu peshona suyagining ko'z qismini ko'radigan bo'lsak, ham yuqorigi ham medial devorni hosil qilishda qatnashyapti. Bundan tashqari peshona suyagining mana burun qismi, mana bu pushtirangdagi burun qismi ham medial devorni hosil qilishda biroz bo'lsa-da qatnashyapti. Yana qanday tuzilmalarni ko'rishimiz mumkin? Medial devorda mana pushtiranga bo'yaldi, kattalashtiramiz. Pushtiranga bo'yalgan joy bu kichik qanot yuqori devor edi. Mana bu pushtiranga bo'yalgan joy bo'lsa os sphenoidumning tanasi. Alveolar suyakdan orqaroqda bizda ko'rinib turadi mana bu qism, ya'ni os sphenoidalisning tanasi. Medial devorni hosil qilishda u ham qatnashyapti. Endi ko'z kosasining devorlari shulardan iborat edi. Endi ko'z kosasining boshqa qismlar bilan aloqalarini ko'rib chiqamiz birma-bir. Ko'z kosasining boshqa kalla qismlari bilan aloqalarini ko'rib chiqamiz. Bu kanallar orqali va tirqishlar orqali bo'ladi, teshiklar orqali bo'ladi. Eng birinchisi mana canalis opticus.
mana bu qizil rangda ko'rinib turgan narsa kanalis opticus nima bilan bog'lab turadi? Orqa tarafdan ko'radigan bo'lsak, mana ko'ruv nervi shu joydan o'tadi. Oldingi kalla chuqurchasi bilan bog'lab turibdi ko'z kosasini. Mana teshik kattalashtiramiz va oldingi tomondan mana kanalis opticus qizil rangda ko'rinyapti. Undan keyingisi kanalis nazolakrimalis ham bor. Kanalis nazolakrimalisni ko'radigan bo'lsak, mana bu sariq joydan boshlanadi. Mana qizardi endi. Ya'ni peshona yuqori jag' suyagining peshona o'sig'ida oldingi qirra crista nasalis anterior bor edi, crista anterior bor edi va orqa qirra mana bu lakrimal suyakda edi. Ikkalasining o'rtasida fossa sacri lacrimalis bor edi. Ya'ni aynan ko'z yosh qopchasi joylashadi. Undan boshlangan kanal pastga tushadi va uning ochilish joyi qayer bo'lar ekan? Pastki burun yo'liga ochiladi. Mana bu joydan boshlanyapti. Ichki tarafdan ko'radigan bo'lsak, mana yana o'sha kanalimiz. Kanalni ochilish joyi ko'rinadi pastda, medial tomonda. Demak, endi davom ettiramiz. Keyingi bog'lanish joyi foramen etmoidali anterius. Foramen etmoidali anterius mana bu joyda. Mana yanada kattalashtirib ko'rsatyapman. Etmoidal suyakni, o'sha plastinkasini, ko'z plastinkasini ustida biroz teshik turibdi. Bu joydan aytdik, nervlar o'tadi deb aytdik. Foramen etmoidali anteriusdan ham arteriya vena nervlar o'tadi va posteriorus orqasidagi teshikcha bu foramen etmoidali posterius, undan ham arteriya, vena va nervlar o'tadi. Keyingisi kanalis infraorbitalis. Bu mana ko'rib turibmiz mana bu joydan. Yuqori jag' suyagini mana bu sulcus infraorbitalis qismidan kelib boshlanyapti. Mana sulcus va boshlanib kelib oldindan mana oldingi yuzaga ochiladi. Oldingi yuzada mana teshikni belgilab qo'ydim. Pushti rangda. Teshikni belgiladik. Endi keyingi qismida foramen zigomatico orbitali bor. Ya'ni yonoq suyagining ko'zga qaragan yuzasidagi teshik. Foramen zigomatico orbitalia. Bu joyda ikkita teshik ko'rsatilyapti, ba'zan bitta, ba'zan ikkita ko'rsatib qo'yishadi. U qayerga ochiladi? Mana oldingi yuzasidagi, yonoq suyagining oldingi yuzasidagi foramen zigomatico facialiga ochiladi. Keyingi tuzilma fissura orbitalis superior. Mana belgilab qo'yildi. Ochiq rangda turibdi, mana chekkalari qizil bo'lib, fissura orbitalis superiorni ichkari tarafdan ham ko'rishimiz mumkin. Mana miya qutisining ichidan. Fissura orbitalis superior mana demak kichik va katta qanotlarning o'rtasida joylashadi ponosimon suyakning. Buni avval ham gaplashganmiz. Mana aniq turibdi tirqish. U xuddi shu tirqish endi bu tarafdan ko'radigan bo'lsak, mana bu joyga to'g'ri kelyapti mana. Fissura orbitalis superior. Bu joydan ham arteriya, bu joydan 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi juft bosh miya nervlari vena o'tadi. Keyingisi fissura orbitalis inferior. Mana ko'rinib turibdi. Inferior deyilishga sabab pastda joylashyapti, ko'k rangda ko'rinyapti. Kattalashtiramiz mana. Faqat bu endi boshqa joyga, chakka osti chuqurchasiga ochiladi. Mana yon tarafdan qaraymiz. Yon tarafda chakka osti chuqurchasi bor. Yaxshilab ko'radigan bo'lsak, mana fissura orbitalis inferior ko'rinib turibdi. Qanot tanglay chuqurchasigacha boradi. Qanot tanglay chuqurchasi bor, chuqurroqda. Shu joyga ochilyapti. Demak, ko'z kosasidagi qismlari va kanallar orqali boshqa qismlar bilan bog'lanishini ko'rib chiqdik. Ularni